UzAuto Insights kanaliga obuna bo'ling, chunki bugun biz sizga afsonaviy nom bilan qaytgan 2026 Chevrolet Bel Air haqida to'liq sharh, texnik xususiyatlar va imkoniyatlarni taqdim etamiz. Bel Air doimo klassik Amerika uslubi va abadiy jozibasi bilan tanilgan va 2026 yilgi model o'z merosini saqlab qolgan holda zamonaviy texnologiyalar, kuchli ishlash va hashamatli qulayliklarni qo'shib qayta talqin qilindi. Avval tashqi ko'rinishiga nazar tashlasak, yangi Bel Air darhol e'tiborni tortadi. Chevrolet dizaynerlari mashhur 1950 yillar Bel Air'dan ilhom olib, retro elementlarni zamonaviy chiziqlar bilan uyg'unlashtirishgan. Klassik xrom bezaklar zamonaviy shaklda qayta talqin qilingan, ikki rangli bo'yoq variantlari esa oltin davr avtomobillariga ishora qiladi. Old qismida keng radiator panjarasi va ortida Chevrolet Bounty belgisi joylashgan, yon tomonlarda esa zamonaviy tafsilotlarga ega LED farlar o'rnatilgan. Yon profili silliq chiziqlar, uzun kapot va biroz pastaytirilgan tomi bilan nafislikni ta'kidlaydi. Orqa qismida esa klassik Bel Air qanotlari uslubidagi chiroqlar LED texnologiyasi bilan qayta ishlab chiqilgan. Kapoti ostida esa kuchli va samarali dvigatellar taklif etiladi. Asosiy versiyada 2.5 litrli turbo benzinli 4 silindrli motor bor bo'lib, 295 ot kuchi ishlab chiqaradi va yonilgi tejamkorligi bilan ajralib turadi. Biroq klassik ruhni his qilishni istagan xaridorlar uchun 5.7 litrli V8 motor ham mavjud bo'lib, 430 ot kuchi ishlab chiqaradi va 10 pogonali avtomat uzatmalar qutisi bilan birga ishlaydi. Standart tarzda orqa gildirakdan tortuvchi tizim qo'llaniladi, ammo barqarorlikni oshirish uchun oldinga ham kuch beradigan AMT tizimi ham tanlash mumkin. V8 varianti oqdan 100 km/soat tezlikka atigi 4.8 soniyada chiqadi. Salon ichida retro uslub va zamonaviy hashamat uyg'unlashgan. Oldingi Bel Air modeliga xos xrom bezaklar bilan birga 14 dyumli markaziy sensorli ekran va 12 dyumli raqamli asboblar paneli o'rnatilgan. Rul gildiragi retro elementlarga ega, o'rindiqlar esa premium charm bilan qoplangan va zamonaviy naqshlar bilan bezatilgan. Old va orqa o'rindiqlar isitish va sovutish funksiyalari bilan jihozlangan. Ko'p zonali iqlim nazorati va ambient yoritish esa hashamatni yanada boyitadi. Orqa o'rindiqlarda keng joy va panoramik shisha tom mavjud. Texnologiya bo'yicha Chevrolet o'zining so'nggi yutuqlarini qo'shgan. 2026 Bel Air'da yangi multimedia tizimi o'rnatilgan bo'lib, unda simsiz Apple CarPlay, Android Auto va OTA yangilanishlari qo'llab-quvvatlanadi. Ovozni boshqarish va AI yordamchisi avtomobilni boshqarishni yanada qulay qiladi. Bosening 18 karnayli premium audio tizimi salonni konsert zaliga aylantiradi. Xavfsizlik tizimlari orasida adaptiv kruz nazorati, yo'ldan chiqish ogohlantirishi, kor joy monitoringi, avtomatik tormoz tizimi va 360 darajali kamera mavjud. Qo'shimcha paket orqali qo'l tekkizmasdan avtomagistralda boshqarish ham mumkin. Yangi Bel Air yo'lda ham o'zini ishonchli tutadi. Moslashuvchan osma tizimi yo'l sharoitiga qarab sozlanadi, qulaylik va sport rejimlari orasida tez o'tadi. Rul boshqaruvi aniq, burilishlarda barqarorlik yuqori va uzoq safarlarda ham, shahar ko'chalarida ham mukammal tajriba taqdim etadi. Yonilgi tejamkorligi ham yaxshilangan. 4 silindrli versiya iqtisodiyligi bilan ajralib turadi. V8 esa silindrni ochirish texnologiyasi va start-stop tizimi yordamida samaradorlikni oshiradi. Kelgusida Chevrolet plug-in gibrid versiyasini ham taqdim etishi mumkinligi haqida mish-mishlar mavjud. Xulosa qilib aytganda, 2026 Chevrolet Bel Air o'zining buyuk tarixini qayta tiklagan holda zamonaviylikni ham o'zida mujassam etgan. U o'ziga xos dizayn, yuqori texnologiya, qulaylik va kuchli ishlashni birlashtirgan holda avtomobil ixlosmandlari uchun mukammal tanlov bo'lib qolmoqda. UzAuto Insights kanaliga obuna bo'ling va eng so'nggi avtomobil sharhlari, yangi modellardan xabardor bo'lish va avtomobil olamidagi eng dolzarb yangiliklarni muntazam kuzatib boring.